Assalomu alaykum. Sizga birinchi bo'lishdan kasalarimizdan tayyor bo'ldi inshaalloh. Bizdan holati bu hali bitqazimiz. Sonra ko'rsatamiz jarayoni. Yig'ilibdi. Profillarimiz 8 ga 4, 4 ga 2 yarim. Bir ham profillar bor billarimizda. Bag'dan surlarimiz bu. 8 8, 8 ga 4, 8 ga 4 ishlatdi. 4 ga 2 yarim. Betiga list o'rnaydi. Mana bu profillarni to'xtamiz hali. Bu tutgan jarayoni. List shunaqa qilib bitadi. Tunko'g'irlanadi. Makaronalar, xohlasa makaronani sal boshqacharoq. Ba'zida ham bitta posani bor. Bu do'lanadagi. Damda olasi bitib chiqadi. Tez kunda. Bu bola qapas ishlab chiqaradi. Mana qush qapaslarini, tovuq qapasini. Ba'zida xohlasa Abdurahmon ota degan ustoz tayyor bo'ldi. Samarqandga masjidga inshaalloh. Chiroyli. Bu sizga masjid bor ekan inshaalloh masjid o'yiniga qo'yamiz deyishdi. Masjid o'yiniga e'tibor berib chiroyli qilib zakasini qilib berdi mana. Abdurahmon ota davlasa ertaga yo'lga chiqib ketadi. Samarqandga 20 tasi. Shunaqa stol zakas olamiz. Shunaqa nominani mahalla nom bo'lsa mahalla nomini, oshxona nomi bo'lsa oshxona nomini ham tushirib beramiz. Har xil turdagi razmerdagini ham qilib beramiz inshaalloh. Stulni rasmini ko'rsatsangiz bo'ladi. Agar bu yo'qmasa, boshqacharoq posanda o'zini yoqqani bo'lsa, rasmini ko'rsatsangiz o'shani qarab ham qilib beramiz, xudo xolasa. Bu profillarimiz razmeri 4 ga 2 yarim. Probkalar qo'qilgan profillar olsiga. Mana no'g'las mana ularni kesib tashlaymiz ertaga kunduzi. Yog'ochlarimiz taxtasi ham 3 bo'ladi. Ustonaga solganimizdagi 2 7 2 8 qoladi. 6 ga 3 bo'ladi razmeri, xudo xolasa. Hamma yoqlar shunaqa gaga bo'ldi. Mana orqa tomoni oq shurupda temiragida o'zinikida qo'ytirganmiz. Xudo xolasa zakaz beraylik, qilib beraylik. Abdurahmon ota 20 ta. Bag'daman davom ham turibdi. To'qson 461 55 53 Namangan shahar. Xudo xolasa qilib beramiz.